Onangiz 50 yoshdami? 5 ta mahsulot albatta ratsionida bo'lishi kerak. Birinchisi yong'oq, omega 3 xotirani, bosh miyani ishlash faoliyatini, yurak ishlash faoliyatini yaxshilaydi. Chia urug'i. Kefirga yutib qo'yasiz, 5 choy qoshiq va har kun iste'mol qilishlari kerak. Bu bizga oshqozon ishlash faoliyatini yaxshilaydi, kletchatkaga boy mahsulot hisoblanadi. Uchinchidan, qovoq urug'i, omega 3, magniy, B6 va sink. Bu uyquni yaxshilaydi, immunitetni oshiradi, stressdan yiroq qiladi. To'rtinchidan, ratsionida kunjut bo'lishi kerak. Bu bizga kalsiy beradi, salatlarga qo'shib yesalar bo'ladi, ovqatlarga yoki pishiriqlarga sepilib iste'mol qilinadi. Eng oxirgisi, 5-inchisi bu qora shokolad. 70-99% shokolad iste'mol qilsinlar. Kun davomida kayfiyatlari yaxshi bo'ladi, uyqulari me'yorlashtiradi va ichida magniy saqlaydi. Bu video foydali bo'lsa, onasini yaxshi ko'radiganlarga yuborib qo'ying.